Bolam chaqaloqli payt qilgan to'p xato ishlarim. Agar siz endi ona bo'lgan bo'lsangiz yoki yaqin ona bo'ladigan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring, albatta sizga foydali bo'ladi. Birinchisi, kechqurunga yaqin uxlamoqchi bo'lsa yoki kunduzi ko'proq uxlaydigan bo'lsa qo'rqardim. Kechqurungi uyqusi yomon bo'ladi, yaxshi uxlamaydi deb. Agar uxlab qolmoqchi bo'lsa, uxlatmaslikka harakat qilardim. Lekin bu xato ekan. Kunduzgi uyqusi qancha sifatli va yaxshi bo'ladigan bo'lsa, kechqurungi uyqusi ham shuncha yaxshi bo'lar ekan. Ikkinchi qilgan eng katta xato ishim bu ba'zi doktorlarga ishonganim. Ya'ni shu sohada o'qigan-ku bilsa kerak deb o'ylardim, lekin yo'q. 2 oylik paytda qizim kasal bo'lib qoldi. O'sha payt biz doktorga bordik, o'zlarining lecheniasini boshlashdi, qaytamgi ahvolini juda ham yomon qilib yuborishdi. Keyin biladigan bo'lsak, shunchaki o'zi o'tadigan narsa bo'lgan ekan, ular ketma-ketiga antibiotik qilib tashlashdi. Hozirgi paytga kelib zamon rivojlanyapti, bilimlar yangilangan, eski bilimlar bilan qolib ketgan shifokorlar ko'p. Birinchi o'rinda o'zimiz filtrlab olishimiz kerak. Agar sizga ishonchli shifokor bo'ladigan bo'lsa, direkt yozsangiz, kontaktlarini tashlab beraman. Uchinchi qilgan katta xato ishim bu har xil vitamin batlarga pulimni sarflaganim. Masalan, qorin og'rig'ida foyda beradi deb amerikanskiy kurop suvi bor ekan, shuna qolganman. Umuman effekti yo'q ekan, foydasi isbotlanmagan ekan uni. Undan ko'ra qornini massaj qilish yoki velosiped harakatini qilish undan ko'ra effektliroq ekan. Tag'in ham dieta qilmagan ekanman, bo'lmasam o'zimni kechira olmasdim. Siz qanaqa xato ishlarni qilgansiz? Boshqalarga ham foydali bo'lish uchun kommentga yozib keting.